Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bu keyingi ishimiz Andijon viloyati shahriga olib keldik. O'zimiz Andijonga ko'rib baho berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Bu Xurram Sulton yong'oqdan bo'lgan Yusufboz xudo xolasa 14 talik. O'zlari uyimiz seximizga borib zakaz berishdi. Xudo xolasa xuddi shu o'zi aytgandek qilib tayyorlab olib kelib o'rnatib berdik. Yong'oqdan Xurram Sulton 14 talik. Xonlar razmiga kiradigan bo'lsa 360 ga 120, xonlar MDFdan, stollar yong'oqdan. Ranglari shampan svetda bo'ldi. Materiali ham xudo xolasa o'zgacha atechento, aboyga tushadigan qilib tayyorlab berdik xudo xolasa. Xuddi shunaqangi ishlar bo'lsa aloqaga chiqarasizda. Usta Shahbozbek, biz manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumani ishlab chiqaramiz. O'zimiz birinchi qo'l ustamiz, sexdan chiqaramiz. Aloqaga chiqarasizda vodiy bo'ylab dastlabkilar qilib beramiz. Qolgan viloyatda kelishgan holatda chiqarib beramiz. Hammaga kattakon rahmat, sog' salomat bo'linglar. Bu ishimiz nabonimiz narxi kommentariyaga kirib narxda yozasizlar, keyin narxini aytiladi, xudo xolasa. Inshaalloh narxda qilib beramiz.